Qadrdonlar, Nihol kafega qilib berilgan ishlarni birma-bir ko'rsatib boraman. Videoning oxirida klientimizni o'zlaridan fikrlarini xolisona so'raymiz. Birinchisi mana old oynalarga kiraverishga palasali qilib arakali yopishtirib berganmiz mana. Keyingi ishimiz mana kassalarga kassa deb mana fatondan o'zi yopishadigan yaltiroq faton materialimizdan yopishtirib bergan. Объемный bukva. Yonmaydi, diod yo'q, lekin mana ko'rinishini ko'ring. Bundan keyingisi mana korb qilib berganmiz. Bu ham yonadigan emas, обычный korb. Lekin mana arakallar bilan, respekt arakal bilan reska qilib, chiroyli qilib yopishtirib berilgan. Eng mana ideal chiqqani mana ko'ringlar. Oynani o'ziga pechat qilib mana bu ana arakal yopishtirilgan variant emas. Ufada pechat qilingan. Ko'ringlar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Hoji Akbar akam mana biznes dizayn haqida o'z fikrlarini bildirib o'tadilar, xudo xolasa. Xudo xolasa aka zo'r, ishingizga omad, avvalambor. Ishingiz sifatli ham tez. Aytgan muddatingizdan bir kun avval bo'ldi. Shunga ming rahmat. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli. Men o'zim aytganimdan ham juda a'lo darajada bo'ldi. Dizayn uslublari ham juda chiroyli, juda ma'qul, juda ma'qul. Xo'p, Hoji Akbar akam birinchi, ikkinchi, uchinchi hayit kunlari 1+1 aksiyasi davomida xudo xolasa mana ishlarni boshlar ekanlar. Nihol kafesi Taxtako'prik Zaytun marketining oldida bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi.